Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan ijtimoiy tarmoq faoli Sardor Husayn. Ushbu videoni oxirigacha ko'ringizlar. Bu murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga hamda Ichki ishlar vazirligiga. Xullas kalom do'stlar, juda katta bir muammo bo'yicha bugun murojaat bilan chiqyapman. Bilasizlar, ijtimoiy tarmoq faoliman. Toshkentdaman ayni damda. Bugun ko'chada qoldim. Kvartirasi ko'chada qoldim hozir. Xo'p, muammo nimada? Agar ushbu muammoni tez orada yechim topmasak, ushbu muammoni sizni ham qiynashi mumkin bu muammo. Do'stlar, bilasizlar, noyabrda boshida, o'tgan oy noyabrda boshigacha Qiziriqdan Surxondaryoga shu ekoturizmni rivojlantirish, ekoturizmni qo'llab-quvvatlash loyihasi bilan yo'lga velosipedda chiqqan edim va Toshkentga yetib kelgan edim. Toshkentda mana 20 kundan oshiqcha bu kvartiradan bu kvartiraga xullas qilib bugun 27 noyabr sanasigacha xullas undan oshiq kvartiraga undan bunga mehmon bo'lib oxiri yaqinda Uchtepa tumani 23-kvartal da mana shu bir oqshom qolib juda katta muammoga duch keldim va ushbu mahallani, ushbu kvartalni uchastkovoy tomonidan bloger bo'lganim uchun, menimcha bu bloger bo'lganim uchun, chunki mening gumonim shundan iboratki 1,200,000 birinchi navbatda shtraf oldim, hech qanday ogohlantirishsiz. Nima uchun? Ya'niki men keldim, yaqinda eshitgandim, bir necha oylar oldin bloger Xushnudbek tomonidan Toshkentda propiska bekor qilindi deb eshitgandim. Shu sababli baribir propiska bo'lsa kerak deb, do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar, bir kvartiraga boraman, bir kun turarmanmi yo'qmi, propiska qo'ymaysan vaqtinchalik desam yo'q dedi, mehmon bo'lib turgan bir kun dedi, keyin chiqarib yuboradi. Xullas kalom, bundan bunga turib oxiri mana shu bir oqshom 23-kvartalda bir kvartiraga bir iltimos qilib bir oqshom turdim va bir qaysidir muammo bo'lib qolib boshqa bir tarmoq faoli meni haqoratlagani uchun 102 qildim va Uchtepa tumanidagi 23-kvartal uchastkovoy yoniga chaqirdi. Yoniga chaqirgandan so'ng shikoyat ariza va tushuntirish xatini yozib bo'lgandan so'ng, xo'p, 20 kundan ortiq Toshkentdamisiz dedi. Ha dedim. Naqadar blogermisiz dedi. Ha, unda juda yaxshi dedi. Biz dedi qonunda chora ko'ramiz sizga dedi. Hech bo'lmasa bir marta ogohlantiriladi-ku, misol uchun, to'g'rimi? Janob Mirziyoyev. Ushbu murojaatim sizga iltimos, ushbu qonunni qayta ko'rib chiqishingizni sizdan so'rab qo'ygan bo'lardik. Chunki mana hozir men ko'chada qolganman. Birorta kvartiraga chiqadi, telefon qilaman, propiska qo'yib bersalar, so'ralaman bo'lsa, mana hozir 1,200,000 shtraf soldi, propiska bo'lmaganim uchun. Vaqtinchalik propiska berilmasam, hech kim xohlamaydi. Chunki bitta narsa bor, Toshkentda agar kimdir vaqtinchalik propiska qo'ysa ham, unga kommunal to'lov plyus bo'lar ekan men uchun. Ya'ni kim bu misol uchun qo'ymayapti. Nima qilishim kerak endi men? Men hozir ko'chada qolganman-da. Ushbu video Shavkat Mirziyoyevga yetib borish uchun iltimos like bosib, kommentar izoh qoldiringlar. Men juda qo'llab-quvvatlashga hozir muhtojman. To'g'risini aytadigan bo'lsam, ko'chada qolib ketganman. Nima qilayin endi? Hozir qaysidir kvartiraga borsam, bir kun yo turaman yo turmayman, vaqtinchalik propiska u ham qo'yib bermasa misol uchun, men hozir ko'chada qolamanmi? Bunaqa muammo bor-ku, Rossiyada ham bo'lganman, lekin uchastkovoylar bunaqa qilmaganda Rossiyada, lekin O'zbekistonlik uchastkovoylar aynan mana shu bilmadim endi. Yo ichki ishlar, Toshkentdagi ichki ishlar xodimlarini uchastkovoylarda blogerlar yo jurnalistlar arpasini xom urganmi, blogerman deyishim bilan birdan muomalasi o'zgarib shtraf solib tashadi. Misol uchun ogohlantirsa bo'ladi uka, misol uchun siz 20 kundan oshiq turgan ekansiz, borib biron ilojini qilib yangi qonun chiqqan, vaqtinchalik propiska bo'yicha borib vremennikka qo'yib keling desa, men tushuntiraman aka, men shunaqa to'g'ri 20 kundan oshiq turib qoldim Toshkentda, mehmon bo'lib, buni uyida mehmon bo'ldim bir kun, buni uyida mehmon bo'ldim. Nima qilay? Hech kim qo'yib bermayapti. Nima qilay janob Mirziyoyev? Iltimos sizdan bir shu narsaga bir chora ko'ring. Men endi misol uchun hech qanday adovatim yo'q, hech qanday ichki ishlar xodimlariga. Iltimos sizlardan ushbu video Shavkat Mirziyoyevga yetib borishi uchun ko'proq like bosing.
Bu muammoga boshqa bir blogerlar ham tushib qolmasligi uchun men Surxondaryodan kelganman misol uchun, to'g'risida nima qilay hozir? Qaysi kvartiraga boray? Odam siqilib ketdi-yu. Rossiyada bunaqa qiynalmaganda, misol uchun Rossiyada bo'lganman. Rossiyaliklar misol uchun hozir oqquloq deymiz, misol uchun bosqinchi deymiz. Lekin bunaqa ahvolga tushilmaganda o'sha vaqtda, misol uchun 2011 2017 gacha. Hozir qanday ahvol bilmayman, lekin bu nima ahvol endi, janob Mirziyoyev? Iltimos, hurmatli huquq faollari, o'zbekistonlik barcha blogerlar, poddeshka qilingizlar, hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu videoni tarqatingizlar, tanishlarga jo'natingizlar. Bu qani adolat? Nima qilayin endi? Hozir ko'chada yuribman-da. Soat hozir necha bo'ldi bilaymi? Aytaymi hozir. Tak. Hozir mana soat 2 bo'ldi. Soat 2 bo'ldi, men ko'chada yuribman-da. Nima qilishim kerak? Hozir bir kvartiraga borsam, ama hali bir kunga deydi, mehmonga deydi. Ertaga misol uchun o'sha kvartirada ham o'sha birorta uchastkovoy kelib tekshirib, uyingizda mehmon bor ekan demaydi. Nimaga deydi, uyingizga deydi, kvartiraga odam qo'yib deydi, kvartirani egasiga ham shtirab solib ketishi mumkin. Bularni hammasi kutsa bo'ladi. Endi o'zlaricha mayli, endi xalq xizmatida qonunchilar deymiz. Surxondaryoda blogerlik qilib biror marta misol uchun ichki ishlar bilan bunaqa deb bilmayman, endi Surxondaryo ichki ishlar xodimlari balkim blogerlarga yaxshi munosabatda bo'lgan yo'qmi, men bilmayman-da nima uchun. Xullas kalom, iltimos sizlardan shu videoni tarqalishiga yordam beringizlar. Boshqa blogerlarga ham shunaqa muammo ushlab qolmasligi uchun, boshqa xalq misol uchun Toshkentga kelgan xalq ham qiynalmasligi uchun shu video mustaqil O'zbekistonimizda prezidenti, mana hukumat boshidagi janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga yetib borish uchun iltimos like bosib, tanishlarga jo'natingizlar, like bosing, kommentariyaga izohlaringizni qoldiring, fikrlaringizni qoldiring. Hamda men rasmiy munosabat kutib qolaman. Ichki ishlar vazirligining matbuot kotibidan, umuman ichki ishlar vaziridan, endi matbuot kotibi munosabat bildiraman. Nima yomonlik qildim bilmasam. Bilaman, men bilib turuvdim, o'sha blogerligimni aytmaganimda o'sha muammo bo'lmas edi. Men qayerdan ham shu blogerligimni aytdim. Blogerlikni bilishim bilan biz sizga qonuniy chora ko'rishimiz kerak. Bloger ekansiz deb 1.2 hozir men imkoniyatim yo'q, 1.2 to'lashganda, to'g'risida kreditim bor. Barchadan yordam kutib qolaman, iltimos, poddeshka qo'yingizlar. Rahmat. Sizlar bilan Sardor Suyim bo'ldi. Janob Mirziyoyev shu videoni ko'rib sizga yetib borsa fikr bildirarsiz balkim.